bir hafta 10 kundan beri so'yyapman deb titroq kelib, o'sha o'ng ko'kragim uchida og'riq bo'lyapti kuchli. Ayolimizni yoshlari 37 da, yosh bolangiz yo'q, ha? Kichkina bolangiz necha yosh? 8 yosh. Kichkina bolalari 8 yosh, lekin o'ng ko'kraklarida infiltrat bor. Infiltrat degani kattagina tuxumdek keladigan yallig'lanish o'chog'i bor. Sovuq qotyaptilar, demak, tana haroratlari oshgan ayolimizni. Hurmatli ayollar, shu o'rinda aytib o'taman, ba'zi birlar o'ylaydi, mastit kasalligi faqatgina emizikli ayollarda bo'ladi deb. Mastit, mana bularda mastit boshlangan, ultratovush apparatida ham infiltrat bor deb bergan. Mastit tug'magan qizlarda, yosh qizlarda va tug'ib bo'lgan bolasi katta ayollarda ham bo'ladi. Bu ko'krakning shamollashishi, yallig'lanishi bilan bog'liq bo'ladi. Et uvushadi, ko'krak qizaradi, o'sha joyning funksiyasi o'zgaradi va og'riq bo'ladi. Bunaqa paytda biz ayollarimizga kerakli tavsiyalarni beramiz. Kerakli tavsiyalarni bermasak, hattoki operatsiyagacha ham boradi ayolimizda. Bugungi ayolimizda xuddi shunaqa holat kuzatilgan.